Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar, hurmatli kuzatuvchilar. Muzrabot tuman markazdan gapiramiz, ahamiyat beramiz. Bugun 21-aprel 2026-yil. Ertaga Xudo xolasa 22-aprel 2026-yil chorshanba kuni bo'ladi. Muzrabot tuman markazida Mavlono Ota qabristoni bor. Mana shu 9-bo'limga chiqayotgan yo'nalishda Mavlono Ota qabristoniga xotira oldidan shanbalik, tozalik ishlari bo'ladi. Sherga Muzrabot tuman markazida yashovchi fuqarolar, machaylar diqqatiga, chorvador, cho'chqajar, shabada, erpet, xullas qaysi mana shu o'rtaga yashayotgan machaylarimiz bo'lsa, bir kunga piyozni ham yig'ishtirib qo'yamizda, hasharga borib yordam qilamiz. Erta kun uzoq, ertalabdan to qorong'i tushgungacha umum hashar bo'ladi. Hurmatli mahalladoshlar, faol bo'lamizda. Umum hasharga borib, shu yerda ohak hamma instrumentlarni shu Mehnatobod mahallasi raisi, boshqa faollar ohak apparat hamma asbob uskunalarni olib borib qo'yibdi. Mana shu xotira oldidan, masalan, u yoqdan, bu yoqdan, Toshkentdan oshna og'ayinlarimiz keladi, tanish bilishlarimiz, vafot etgan og'ayinlarni xotirlashga. Shuning uchun faol bo'lamizda. Kim eshitgan bo'lsa, birov-birovga xabarni yetkazib, videoni kengroq tarqatib, erta Xudo xolasa 22-aprel 2026-yil sahar bilan kechki qorong'i tushib, bir tosh otganda qayerga borib tushganini ko'rmaydigan darajada ko'z shunday bo'lib qolgunicha hasharga javlon urib savob uchun xizmat qilib kelamiz. Akmal Jumayev kanallarini kuzatib boramiz, qo'llab-quvvatlaymiz, kuch birlikda laykni bosamiz, jalka qilmaymiz, layk bepul. Mana shunday qiziqarli fuqarolarimiz foydasiga tegadigan savob ishlarni, videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar.